stop lossni biz o'sha SIC'dan pastga qo'yishimiz kerak bo'ladi. 31 17 61. Take profitimiz bu buy emas. Buy stop turibdi. Tak, bunaqa ssenariy bo'ladigan bo'lsa, M15 ni yana yopilishini kutishimiz kerak bo'ladi. Umumiy holat, mollar. Уже işte 1 soat bo'lyapti. Hozir agar tilla M15 da ham imbalансdan pastda yopiladigan bo'lsa, biz скорее всего mana range'da qotamiz. Savdo qilmay turganingiz yaxshiroq. Selni ko'zlayotgan bo'lsanglar, pastda mahkamlanib olaylik, undan keyin pastga harakat ko'rishimiz mumkin. Buyga harakat kutmoqchi bo'lsanglar, mana shu switch kabi imbalans ichida yopilsin, tanasi bilan qolgan 10 minutda ichida dum tashab yopadigan bo'lsa, hozir SIC'ni retestdan testini qilib turib, ichida yopiladigan bo'lsa, bizda o'sha ssenariy tepagacha harakat davom etishi ehtimoli bor. Qolganini faqat o'sha kutish kerak bo'ladi, boshqa anaqa yo'q. Men сделкani qoldiraman, chunki bu tepaga o'tgandan keyin o'sha ssenariy bo'yicha qovuradi. Bundan keyin pastga tushish ehtimoli juda ham kam bo'ladi. Pastga ketadigan bo'lsa, stop uradigan bo'lsa ham, glavnisi risk menejmentni esdan chiqarmaylar bo'ldi. $70 stop loss turibdi. $200 даже 214 dollar take profitda turibdi. То есть 1 ga 3 соотношение hozircha bor. Xullas shu. Hozir savol bo'lmasa, biz streamni tugatamiz. Telegramga qo'shilib qo'ysanglar, сделка ochiladigan bo'lsa, kechqurun sizlar bilan nima bilan tugaganini kechasi ko'rib muhokama qilamiz. Stop nimaga urdi, take profit nimaga urdi va hokazo. Bu pastga tushgani men baribir yengillikni reaksiyasi deb o'ylayman. DXY aytgandek, momentalniy tepaga bersa ham pastga harakat bari davomiyroq bo'lishi kerak bo'ladi. Bunda ham pastga tushib keldi, tepaga harakatdan davomiyroq bo'lishi kerak bo'ladi. Shuni charchamanglar, keyingi streamlarda ko'rishamiz. Nima savollar bo'ladigan bo'lsa, Telegramda aloqadaman.